Barchaga assalomu alaykum. Allo doktor loyihasi efirda bugun biz soch to'kilish mavzusida gaplashamiz. Boshda tangadek to'kilishlar paydo bo'lyapti. Isbotlangan dori vositalar mavjud. Shampun ishlatmasdan ham hayot tarzini davom ettirsa bo'ladimi? Sovunlarni ishlatib misol uchun. Imkoniyati bo'lsa ham deydi, soch ektirmaydi deydi. Nimaga deydi? Yani ijaraga olib, mana ijaraga sochini olib, aziki eksa bo'ladimi, yo'qmi? Bir kunda sochi oqarib ketgan. O'zi normada soch to'kilish kerak. Sochni eng birinchi dushmani shu bo'ladi. Sochim belimdan bo'lgan, hozir ko'ryapsiz, qayerda turganini. Sochlarni bo'yash, keratin qildirish va fenlarda keragidan ortiq quritish soch to'kilishiga sabab bo'ladimi? Sochni rangini o'zgartirish eng katta xato. Yo'q, mana Ilhom aka qarang, bundan 25 yil, 30 yil oldin endi bu jonlarimiz biz oddiygina endi bunaqa katta hammomlarimiz yoki katta yuvinish xonalari bo'lmasdi. Oddiy tog'orada, kir sovunda shunda cho'milib, boshimizni ham sovunda yuvardik-da, shunda qurinib, endi bolalikda shunaqa bo'lgan. Bundan 30 yil, 40 yil oldinlari. Shampun degan narsa bu alohida mavzu bo'lgan. Sekin astalik bilan odamlarni tibbiy salohiyati oshib borib, o'sha quruq sochlarga alohida, yog'li sochlarga alohida degan tushuncha paydo bo'ldi. Lekin ungacha onalarimiz boshlariga xina surishgan, qatiqlashgan, kerak bo'lsa maxsus o'sha parvarishlash usullari bo'lganda, lekin hozirga kelib nimagadir sulfatli, sulfatsiz degan tushunchalar paydo bo'lyapti. Hattoki sulfatsiz shampunda yuvsangiz soch to'kilishi taqqa to'xtaydi degan tushuncha ham paydo. Bu hammasi menimcha o'sha reklamani bir katta qismi bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Bu narsa to'g'ri aytyapsiz. Bu asosan shu reklamni marketingoviy xod yoki o'sha firmalar, boshqalar o'zini mahsulotini ko'proq tarqatish uchun, tanitish uchun qilinadigan narsa. Bu alohida tema. Bu alohida. Mana ko'pchilik aytadi, nimaga deydi, anu odam deydi, imkoniyati bo'lsa ham deydi, soch ektirmaydi deydi. Nimaga deydi? Nima uchun deydi, boshqa, masalan, kimdadir imkoniyati kamroq. Endi soch ekish ham bu pullik narsa. Shu deydi, vohmaga yuradi, vohma. Bu biling, odamda agar o'zida mana shu ruhiy tomondan shu sochi yo'qligi unga salbiy ta'sir qilsa, ya'ni o'zini diskomfort sezsa, u molini sotib, boshqasini sotib bo'lsa ham baribir qiladi. Agar shu narsa bo'lmasa, men to'lab beraman, yo men beraman senga, yo ani homiy topib beraman desin qilmaydi. Ilhom aka, shu gapingizga qo'shilaman. Meni xo'jayinimlar sochlari yo'qlar. Steve Jobsni ham sochi yo'q. Har gal chiqadi. Bu odamning o'zida boya aytganimizdek kompleks bo'lish kerak-da. Bo'lmasam u uni majburlab ko'pchilikda bor-da hozir shu kompleks. Bu yo'q, bor. Ko'rsatadi mana. Hamma nima masjidga shu ozgina ekitib qo'ysam-da, yo bizlarning ham og'aylarimiz orasida bor-da. Eng yomoni bilasizmi? Hozir men shu kerak bo'lmagan holatda ham, ya'ni keladi, men aytaman, yo baraka topdi. Hali voqli senga. Kerak emas. Hali ekma. Sababi soch ekishda ham shunaqa holat bo'lish kerakki, soch yo yo'q joyga ekilish kerak, yo kam joyga ekish kerak. Orasiga ozgina ekib ber deydi. Uni orasiga ekkaningizda siz mana shu ikkita sochni siz bitta ekasiz, lekin ikkitasini o'ldirasiz. Voz kechish kerak. Xuddi stomatologlarda bo'ladi-ku, bitta tishni qo'yish. Oldinlari bo'lardi. Endi hozir sekin implantlarga o'tyapmiz. Hozirgi paytda o'sha tish mavzusida oldin bitta tishni olib tashlaymiz, yonidagi tish ketadi, yonidagi tishga koronka kiygizamiz yoki o'sha sun'iy tish kiygizamiz deb aytishardi. Demak, sochda ham xuddi shunaqa holat bor ekanda. Juda ko'p mana soch ekish. Mana aytayaptilar, butkul to'kilib olish kerak-da, butkul. Hozir odamlarda mana bitta ozgincha to'kildimi, shu yerni yopib qo'ying deb murojaat qilayotganlar ham bor. Azizga siz shu holatni kutyapsiz demak. Mana Steve Jobs o'zimni shundoqligimcha qabul qilganman. Lekin Ilhom aka, bir narsa aytishim kerak. Motivatsiya sifatida bizni tomosha qilayotgan ba'zi bir insonlar tushkunlikka tushib qolishadi, sochim to'kilyapti, demak, men qanday bo'ladi u yog'iga hech ham tushkunlikka tushmay. Dunyoning mashhur milliarderlaridan biri Jeff Bezos, ya'ni Amazon kompaniyasini asoschisi ham o'zi tepakal va albatta bu undan hech ham qo'rqmaydi. Uni milliardlab puli bor, lekin xohlagan paytda soch ekishi mumkin. U unga muhtoj emas. Ishni qoyillatadi, harakatni bosadi, eng muhimi oldinga qarab olg'a deydi-da, yaxshigina motivatsiya bilan ishlarni, ya'ni o'zini vaqtini, qimmatli vaqtini pulga almashtiradi. Shunday desak bo'ladi. Ya'ni время деньги deydi, ya'ni vaqt bu pul.
Endi keling, yana bitta ma'lumotni berib keting. Yosh bolalarda oxirgi paytda o'sha dermatologik kasalliklar ko'payyapti-da. Buni oqibatida o'sha boshda tangadek to'kilishlar paydo bo'lyapti. Buni asoratida keyinchalik bolalarga soch ekiladimi yoki bu bolalarda, ya'ni bolachalarimizda soch o'sib ketadimi? Qarang, bu hozirgi kunda juda ham bir dolzarb nimaga? Juda ham global muammolardan biri. Masalan, bir kunda o'rtacha bir 20 ta bemor ko'radigan bo'lsam, o'rtacha shundan 50% mana shu yosh bolalar. Yosh bolalar tangacha o'choqli. U o'choqli deymiz, gnyozny alopetsiya deyiladi. U sekin-sekin bir-biriga qo'shilib subtotalni, keyin totalni, keyin qosh, keyin kiprik, keyin tanadagi universal shakliga o'tadi, bo'ldi. Bu juda ham ko'p uchrayapti. Buni sababi, asl sababi autoimmun holat. Autoimmun jarayonni organizmda paydo bo'lishiga uni turtki bo'ladigan holatlar ham juda ko'p. Ichki organlarning kasalliklari deymiz, ko'proq qalqonsimon bez kasalligi, boshqa stress, nimadir tanqislik, bular hammasi bunga soch ekilmaydi. Bunga ekilmaydi. Bu shu davolash, konservativ yo'l bilan davolash natijasida buni chiqarsa bo'ladi. Bo'ladi. Hozirgi kunda buni davolaydigan juda ham zo'r yoki isbotlangan dori vositalar mavjud. Endi qarang, Yaponiyada oxirgi ma'lumotlarni o'qidim. Inson bitta dona tabletka ichadi-yu, o'smayotgan tishni yana qaytadan o'stirish imkoniyati paydo bo'ldi. Sochda ham shunday preparatlar bormi dunyo bo'yicha? Ishlab chiqarilyaptimi? Bu narsa hozirda yo'q. Hozir yo'q. Hozircha bu tekshiruv 17-yilda bo'lsa kerak, adashmasam, Gruziyada Yaponiya bilan birga ikkita katta tashkilot shunaqa grant boshlandi shu temada. Ya'ni bu ham bo'lsa nima? Sochlarni kultivirovanyasi, ya'ni ekib ko'paytirish. Masalan, donor soha kam, olamiz, uni morozilkada keyin saqlaymiz, ma'lum bir paytda kerak bo'lsa ko'paytirib ekamiz degan tekshiruv boshlangan edi. Bu narsa oxiriga yetmadi. Eksperimental jarayondan to'xtadi. Bu, ya'ni odamlarda bu narsani qilishga yetib bormadi. Demakki, biling, baribir bu narsa значит o'zini o'rnini topmagan, to'xtadi. Shuning uchun ham hozirgi kunda unaqa dori yo'q. Mana hozir Aziz akam ko'ryapman-da, boshlari sochlari yo'q. Kutyapman deyaptilar, oxirigacha to'kilib olsa, keyin ekaman deyaptilar. Mana Aziz akamni qo'ymayaptilar. Mana misol uchun olamizda, sun'iy soch emas, yoki o'g'illardan yoki mendan ijaraga olib, mana ijaraga sochni olib Aziz aka eksa bo'ladimi, yo'qmi? Va Aziz akani boshiga necha pullik soch ekishga to'g'ri keladi? Endi bu hazil savoldir, lekin teleekran qarshisida qiziqayotganlar juda ham ko'p. Qarang. Ha, to'g'risi, bitta mashina yetadimi yo'qmi deydi. Bitta uyni puli ketadimi? Yetadi. Yo kredit olish kerakmi, nima qilish kerak? Oxirgi men o'tgan yili Denverda, Amerikada bo'ldi kongress. Bu har yili 2 marta, 3 marta bo'ladi bunaqa kongresslar. Всемирный kongress, butun dunyo, butun jahon hamma qatnashadi, trikolog, пересадкаchilar. Shu yerda boshlandi bu mavzu, ya'ni birinchi marta aka-ukadan, ya'ni nima deymiz? Ya'ni bitta qorindan talashib tushgan jigarlar, egizaklarda bu narsani birinchi marta ko'rsatdi. Bu Denverda. Bu yil Berlinda bo'ldi kongress. Unda ham qatnashdik. Unda lekin boyaga aytgandek ashiliya sistemasi to'g'ri kelgan, begona odamdan ekish bitta, ikkita epizodik mana shunaqa holatlar kuzatilyapti. Lekin buni biz savol beryapmiz. Yaxshi, xo'p, o'sibdi, zo'r. No, keyingi rezultatni hali biz ko'rmadik-ku. Ha, natijasini biz 5 yildan keyin ko'rsak, qo'l ko'taramiz. Значит, bo'lar ekan. Lekin hozircha o'shaning uchun hammaga bu narsa bor deyish ham qiyin. Ya bo'lmagan gap deyish bu ham noto'g'ri. Lekin kelajakda shunga boradi, ko'rasiz. Boradi shunga. Demak, bemalol donor bo'lsam bo'ladi Aziz aka siz uchun. Albatta. Pulimiz bo'ldi deydi. Ha, to'g'ri. Ijaraga berib turarman balki. Endi bo'ladi-ku shunday holatlar ham. Ba'zi bir insonlarning sochi qalin bo'ladi. Haligi quruq sochlar, yog'li sochlar deb ko'p bong uryapmiz-da. Umuman shampunlarni bir xillar farqi bormasdan ishlatadi-da. Aytganingizdek, ustki qismini tozalab berish uchun ishlatiladi shampunlar, lekin ba'zi bir insonlar shampunlarga aytganingizdek o'sha har xil qo'shimchalarni solishadi. Yana ba'zi bir insonlar esa umuman shampunlar ishlatishmaydi. Shampun ishlatmasdan ham hayot tarzini davom ettirsa bo'ladimi? Sovunlarni ishlatib misol uchun mutlaqo sovun bilan soch yuvilmaydi.
bilib qo'ying. Yuvilmaydi. Sovun bilan, Ayniqsa ayniqsa kir kir sovun sovun bilan. bilan. Mana ko'p Mana bitta chiqdi gap. gapimiz bitta chiqdi. Joydan. Ko'pchilik kir sovun bilan yuvadi. Shunaqa qiladi. Bu juda ham noto'g'ri. Sochni eng birinchi dushmani shu bo'ladi. Shunaqa. Shuning uchun Bilib kir sovun qo'yinglar bilan, sovun bilan o'zi Yaxshilab. asli yuvish kerak emas. Bu birinchisi, ikkinchisi shampunni ham agar tushunmasa, mayli to'g'ri kelmadi deylik, bir xillar aytadi, "Ya bunisi ham uyim to'la shampun" deydi. Bunisidan ham bor, bu firmadan ham, bu firmadan ham. Oddiy bolalarni detski shampuni. Men shuni ko'proq tavsiya qilaman. O'zi zo'r. Sen o'shanda yuvib ko'r, baraka topib ko'r. Balkim shu senga yordam beradi. Agar to'g'ri tushar. Unda zararli tomonlari unda kamroq bo'ladi har holda. Chunki Shuning uchun- bolalar uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi. Da. Shuning uchun ham shu narsani Ipak ko'proq bergan. aytaman. Shampun faqat boya aytganimizdek yog'li, normal va quruq sochlar uchun deyilgan narsa bo'ladi. Boshqa narsa emas. Yana bitta savol juda ham qiziqtiryapti-da. Internetda bitta ma'lumot ko'zim tushdi. Stressda bo'lsa inson saratonga ham uchraydi. Yurak jumladan xuruji, soch to'kadi. insult, infarkt deymiz. Soch to'kilishi ham stress orqali bo'ladimi? To'kadi, yo'qmi? Albatta. Soch mana boyaga aytganimizdek o'choqli soch to'kilishi bor. Soch yoki soqol. Allah bersin. Doktor deydi, "Men shu soqolim mana shu to'kilib qoldi." Nimadan bo'ldi? Shu ishxonamda bir nimadir bo'ldi, bir kuchli To'kiladi. siqiluvdim. Shunaqa fanda nima borki, sochni oqarishi sindrom bor, simptom Maria Antoinette deyiladi. Aha. Bu bitta qirolichani shu qatl qilishga olib borganda Birdan bir oqarib kunda Birdan cho'chib sochi qolgan. oqarib ketgan. To есть demakki stressni sochni ta'siri juda ham kuchli. Bu o'sha oqarishiga ham, to'kilishiga ham sababi bor. Bu bor narsa. Biza o'zi nafaqat soch umuman organizmni to'g'ri yoki uzoq vaqt yaxshi saqlashimiz uchun soch to'kilganda yoki boshqa bo'lganda, singanda emas, o'zi murojaat qilib turish kerak. Bir yilda 2 marta to'kilmasa ham bor doktorga. Ko'rin. Chekab. O'sha bitta konsultatsiya bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. 100 ming bo'lar, 200 ming bo'lar konsultatsiya, mayli u gap uni pulidan emasdir. Lekin bitta tekshirtirib qo'y, sen o'sha bo'lishi ehtimoli yuqori bo'lgan holatni oldini olasan, o'zing uchun ham bu hamma tomonlama foyda. Ham moddiy, ham ma'naviy. Davriy tibbiy ko'rik. Ha, davriy tibbiy ko'rik. Check-up deymiz, hozir Check-up. moda bo'lgan check-up. Bu birinchisi. Ikkinchisi, to'g'ri ovqatlanishga va vaqtida uxlashga bu odat qilish kerak. Bu nafaqat soch, boya aytganimdek, organizmni hamma tomoniga foyda. Ko'proq shu boyaga aytganimizdek Sog'lom turmush tarzi, sog'lom turmush tarzi, ya'ni ovqatlanish, ovqat ratsionimizda tabiiy narsalar bo'lishi. Ana o'shanga ahamiyat bersa, men o'ylaymanki, bu narsa joyiga tushib ketadi har doim. Kimga internetda ko'rsa, bu zo'r ekan emas, oldin boya aytganimdek mutaxassisga boring, ko'rining, sizga bir qanaqadir yo'l yo'riq beradi. Ilhom aka, sizga kattakon rahmat. Namchi kech qolyapsiz a? Menga- Sizga kattakon rahmat Ilhom aka. Sog' bo'ling, Menga salomat uzr, bo'ling. ming bor Biz uzr. Feruza opa bilan davom ettiramiz. Savolinglar bo'lsa, Bo'lsa, bemalol savollar хорошо. berasiz. Ilhom aka, Tam kattakon unga rahmat. bo'lsangiz. Mana bizani mehmonlarimiz o'tiribdi. Ko'ryapsizmi mana orasida qizlar o'tiribdi. Yosh student qizlar mana. Bularda hozirgi kunda kelib soch to'kilishi ko'paygan. Balki o'zlariga savol bilan yuzlanasiz. Balki bering Balki ularda savol bordir Aziz aka. Savolim, sochlarni bo'yash, keratin qildirish va fenlarda keragidan ortiq quritish soch to'kilishiga sabab bo'ladimi? Zo'r savol. Mani o'zim har kuni ishxonaga bormasimdan oldin, har kuni bo'lmasam haftada 2 marta salon xizmatlaridan foydalanib turaman. Siz aytgandek, выпрямление, укладка, keratin bu narsalarni hamma ayollarga o'xshab, qiziqib, yaxshi ko'rib qilib ko'rganman. Chochim belimdan bo'lgan, hozir ko'ryapsiz qatta turganini. Bu sabab choch sinish, sochlarim kuyib ketish, chochim rangini o'zgartirib, hozirgi kunda восстановление muolajalarini qilib yuribman. Bu degani sizning savolingiz bu albatta zarar. Chochni rangini o'zgartirish eng katta xato. Bu degani sochingizni kuydirasiz, sochingizni полностью hayotdan mahrum qilasiz. Bu kuygan обесвечка deyishadi-ku, hozirgi kunda blondinka, sariq, oq rang, blik holimiz biza chiroyli bo'lishini, o'sha paytda sochingiz avvalgi hayoti bilan yashamaydi. Bu полностью o'lik soch, faqat rangi bo'ladi.
как раньше chiroyli bo'lib shilkavisti reklamni chochdagi qizlarni sochlari hech qachon bo'yalgan bo'lmaydi. O'zi aslida odamlarda qarash noto'g'ri-da. Ha. Soch tanadagi har bitta hujayra bu tirik jonzotdek qaralishi kerak. To'g'ri. Soch ham xuddi shularning turkumiga kiradi. Soch ham nafas oladi. Aha. Soch ham yashaydi. Soch ham Saqlanadi deng. tug'iladi. Ha. Soch ham o'sadi. Faqat bizdan talab qilinadigan narsa, endi mendan emas, u insonlardan talab qilinadigan narsa unga yordam Parvarish. berish. Parvarish Uni qilish. parvarishlash, to'g'ri parvarishlash, uni nobud qilish emas. Har xil kimyoviy moddalar, kimyoviy preparatlar, kimyoviy vositalar sochni o'ldiradi. Ya'ni agar ko'p Instagramlarda ko'rgansizlar, sochni o'zini alohida bundoq anaqada mikroskopda ko'rsatilgan, orasi ochuv nafas oladigan organdek u. O'shaning uchun aytishadi, endi men bilmayman, gullab ketdi deydi. Yo, endi aytishadi-yu, bilmayman demang. Aniq ayting, Yo'q, men aziz aka. aytmoqchi bo'lganim o'shanga tirik jonzotdek qarash. Aha. Parvarishiga, holatiga, uni qarash uchun uni tirik jonzotligini tushunib yetish kerak odam. Boradi kosmetologga, qop-qora sochini sap-sariqqa qilib kuydiradi, tamom, bo'ldi. Ya u kosmetolog emas, aziz aka. Ya kim ishi bo'lsa ham, kosmetologga qo'liga kiradi, sochlarni yondiradi, kuydiradi. Keyin to'g'risida bunday yonda yursang, kuygan sochlar hidi keladi deydi. Ha. Xuddi piyoz hidi kelganda. Ya gap hazil bilan, lekin hozirgi kunda kelib mana shunaqa muolajalar juda ham ko'payib ketgan ijtimoiy tarmoqlarda. Ayollarga murojaatim, avvalambor o'zinglarni yaxshi ko'ringlar. Sochinglar to'kilishi bilan organizmda nima bo'lyapti? Check-up qilinglar, o'zinglarga qaranglar. Ajin tushib, zalon bo'lgandan keyin kosmetologni internetda o'tirib qidirib ko'rmanglar. Baribir aziz aytgandek, yaxshi mutaxassis topib, bilgan mutaxassisga borishinglarni tavsiya qilaman. Ayollarda soch to'kilish muammosi bu stress. O'sha sabab o'zinglarni asrab, kamroq siqilinglar. Kamroq Yo'q, siqilinglar. Qo'shilyaptilar. Aziz akani 4-qoidalari. Aha. 6 qoida. Aziz akani 4-qoidalari. Kamroq siqilinglar. Aziz aka siz, marhamat. Soch to'kilish muammo. Aha. Buni tan oldik. Soch to'kilishda endi erkaklar o'zini o'zi qabul qilishga bog'liq. Qabul qilmagan taraf, soch to'kilayotgan taraf har doim sababini qidiring. Besabab soch to'kilmaydi. Bu aniq, 100%. Nima sabab bo'lishi mumkin? Qondagi gormonal fonni tekshirasiz. Ikkinchidan qonning xususiyati va sifatini tekshirasiz. Asosan hozirgi kunda ayollarda, qizlarda uchrayotgan muammolardan bu anemiya, kamqonlik. Har doim sababini qidiring. Keyin oqibati bilan kurashing. Yaxshilar haligi izlagan yo'lini topadi deyshadi-yu. Siz bizni tomosha qiling. Yakshanba soat 10:00 da Allo doktor loyihasi sizning xizmatingizda. Ko'rishguncha xayr, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Omon bo'linglar.